Yoningizga limon choy bilan kofeni qo'yib olib, oyog'inglarni uzatib ko'ringlar. Aniq bilaman, bu video obzor sizlarga yoqadi. Qaranglar, kirib kelishinglar bilan mana shunaqa go'zallik. Mashitda hamma joyi to'pli po'l bo'lgan, ya'ni qishda bu yerda qor turmaydi. Avtomatik darvozalar bu yoqqa keladigan bo'lsa, alohida personal uchun 3 ta xonasi o'zini oshxonalariga ega. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bemalol 2 ta Range Roveringiz bo'ladimi, 2 ta Gelic'ingiz bo'ladimi, sig'ib ketadi. Bu katsenliklar o'rnatilgan. Ana endi kelinglar. Sizlarga bu go'zallikni hammasini ko'rsatib beraman. Eshitosizlar muzikani? Har bitta mana bitta o'zi ves uy bo'yicha 3 ta 4 ta kolonka o'rnatilgan. Ya'ni Bluetooth orqali o'zingizlarni yoqtirgan ashulalarni ham qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar. Mana birinchisi ko'rasizlar. Men Fantanga nima deysizlar? Bitta baho berib qo'yinglar. Kelinglar, men sizlarga bundan ham qizig'ini aytaman. Uyimizni patologi 420 balandlikni his qilishingiz uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga ichini olib kirib ko'rsataman. Полностью mebellari Yevropadan olib kelingan. Mana hamma joyi tosh qilingan, haqiqiy. Ana endi bu uy orqasiga o'tadigan bo'lsak, sizlar o'zingizlarni baliga tushib qolgandek his qilasizlar. Marhamat. Bu hech qanaqa bali yoki Monaco emas. Bu o'zimizning Toshkentda, Mirzo Ulug'bek rayoni, Center Lonachevskida mana shunaqa hashamatli. Aytolmanu, bu uyimizning analogi yo'q. Hozircha O'rta Osiyoda bir dona bo'lgan 20 sotuvlik yashash maydon 750 kvadratlik hashamatli uyga o'zingizlar bitta baho beringlar. Okay, niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh sizga ham, bizga ham hojotamizda mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasin. Uyga qarang, fayzliligini. Bu yoq tarafda namozxona. Ana lejaklariga aytmaysizmi? Yuring, siz uchun zo'r terrasani topib qo'yganman. Mana bu toshlari har biri Balidan olib keltirilgan. Basseyni tillari полностью isidi, ya'ni qishda -10 deysizmi, -20 bemalol cho'chimay kalla o'tiraverasiz bu basseynga. Mana bu zonaga o'zingizlar bitta baho beringlar. Menga mana shu joy yoqdi, lekin bori qaranglar. Gap yo'q. Oila davrasidami, do'stlar davrasidami kelib, mazza qilib o'tiradigan joy. Haqiqiy kamillariga ega va tepalari ham полностью tosh qilingan. O'zingizlar baho berasizlar, kolonkalar o'rnatilgan. Ana endi bu go'zal uyimizning ichiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish hol qismi. Men sizlarga haqiqiy go'zallikni ko'rsataman. Men bu yoqqa baho beringlar. Birgina mana shu stol puliga sizlar shahardan 3 xonali kvartira olsangiz bo'ladi. Men mexki zona aytmaysizlar, chiller sistema, kolonkalar, Alisa orqali hamma joy boshqarsanglar bo'ladi. Ana endi sizlarni ayollarimizni ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonaga olib o'taman. Hamma brendi полностью mana smek terilgan, posudmoykadan boshlab hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Inshaalloh mana shu videoni ko'rib turib, bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Bu uyni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tezda yuborib qo'ying.